Bu videoda men 72 soat ko'chada pulsiz va uysiz bo'msh bo'lib yashayman. Yashasin bo'mshlar! Qani qo'ydilar. Va 3 kun ko'chada bo'msh bo'lib yashashdan asosiy maqsadim shu holimda ham shu darajada ko'p pul ishlab Toshkentdagi eng qimmat restoranlardan biri Hiltonning tomidagi restoranda ovqatlanaman deb o'zimga maqsad qo'ydim. Lekin bu uchun men mana shu 72 soat ichida faqatgina pul topishim kerak. Nima o'ylashim bo'yicha hammalar qoidalarni tushundinglar? Va endi bo'lmasa 72 soat vaqt ketdi. Hammaga salom o'rtoqlar. Bu videodan keyin meni sog'lig'im shu darajada yomonlashib qoldiki, men 2 kun mana shunaqa licheni olishga majbur bo'lib qoldim. Va shu paytda ham sizlarga bitta siyosat qo'ymoqchiman o'rtoqlar. Bu video meni shu darajada qiynagan bo'lsa ham, muhimi kanalim tarixidagi eng qiyin va eng zo'r videolardan biri bo'ldi. Va albatta o'rtoqlar, sizlar uchun mana shunaqa masshtabli videolar qo'yotganim uchun va o'zimning hayotimni va sog'lig'imni xavfga qo'yib, sizlar uchun kontent qo'yotganim uchun albatta Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki o'rtoqlar necha marta aytsam kam bilaman, lekin baribir mana yarmidan ko'p inson obuna bo'lmasa kuzatayotgani menga har doim alam qiladi. Shuning uchun o'rtoqlar, albatta hozirroq obuna bo'lib qo'yinglar va menga sog'lik tilaylar. To'g'risini aytsam, oxirgi paytlarda juda ham qattiq kanalimda 2 million obunachi bo'lishini xohlamayman. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib qo'ying. Sizlar mazax ko'ringlar, aman esa davomlanib yana bir yangi videoni olishga kirishaman. Aman esa bu 72 soat ichida nima qilishni bilmayman. Bitta o'zim ko'chama qop ko'tarib yurmayman. Shuning uchun ham men bilan birinchi kun Umid bo'ladi. Umid bu meni obunachim. Esingizda bo'lsa, obunachilarni videoga olib chiqaman degandim. Bunda obunachilarimni bo'msh qilaman. Shuning uchun obuna bo'ling. Bo'ldi o'rtoqlar, bundan buyoq bo'lmishmiz, shuning uchun ham prosta men bitta bakalashkani teramiz, tushundingizmi? Chunki nimaga? Bakalashkalar bu pul. Voy, bilan shular. Hamma bakalashkalar ham odobli bakalashka emas. Eng qiziqi nima deb o'ylaysiz? Shuncha bakalashkani nechga sotib olamiz? Yarimta bakalashka. Hozirgi holatini 500 so'mga. Voy, mana tayyor, mana litrlari bilan. Prosta shunchalik uchun o'rtoqlar, kun juda issiq. Mana bu soqol bilan вообще chida bo'ladi. No, majburman. Va keyin esa bu yerdan bakalashkalarni yig'ib, boshqa joyga ketdik. Bir oy yuvinmasam xuddi shunday bo'laman. Kim ma'lumotda qanaqa bir oy? Bir hafta deydi. 3 kun. Aytganchi, hey, hazil qotganimga omonda kibr bo'lmaydi. Prosta Umid o'zi nechi marta videoga chiqishim? Уже barmog'im yetmaydi. Qanaqa ikkinchi marta-ku. No, Umid prosta obunachim, to'g'rimi? Sasam? Yes! Va salgina yurganimizdan keyin dam olgimiz kelib qoldi. Yo'q-mayo. Qani bakalashingiz topkinchi? Bilasizmi? Biz bugun kamida bir 200 ming topishimiz kerak. Topa olamizmi? Baklashka sotib yurmanimcha 100%. Qanaqa qilamiz hozir? Biz pul topsak bo'ladi. Prosta tushuning. Men ron 72 soatdan keyin Hilton restoranda ovqatlan olishim kerak. Kamida 400 ming pul kerak ovqatlanish uchun. Ana u brat bor-ku. 1000 so'mdan Ya, bile. No, hamma o'rtoqlar, hozircha bizda kichkina ideyacha bor va bu ham bo'lsa, mana bu bakalashkalarni sotamiz, men xudo biladi. Shuning uchun ham hozir prosta Magic City'ni tunneli bor. Tunneli, bizga o'xshagan odam ko'p. Balkim Umid bizga qo'shiq aytib berar, shuni soqishlarmiz. Buni hozir biz tekshirib ko'ramiz. Va 10 minutdan keyin biz Magic City'ga yetib keldik. Va endi o'rtoqlar, biz Magic City'damiz. Oldinda halimush gapiradigan pikmi Umid. Qana bitta. Umid o'rtoqlar, chiqinglar. Stop. Bilar, yangi bagan sotardik. Kimdir oladi bo'laysizmi? Bizga o'xshagan bo'msh olmasa hech kim olmasa kerak yo'q. No, bu sizga sovg'a. Kakras bir shoxli ekan. Biz bo'msh bo'lgan ko'chaga muzor tashlaymiz. To'g'ri. Hey, bilar. Давай, kurash. Просто yoring. И всё. Hammalar o'rtoqlar, endi biz mana bu yerda turgan tunnelga tushib, o'shdan turib soqqishlaymiz. Xullas o'rtoqlar, mana bu kepkani qo'yib qo'yamiz o'rtaga. Hozir bizga 5 minut danab qilsangiz, sizga zo'r tomosha ko'rsatib beramiz. Yo'q. 1000 so'm, 2000. Tanga 5000 tashib ketmaysiz, brat. Yaxshilik qilaylik. Odamlar naqadar qattiq qo'l. Bechora bola sinib qoldi o'zi. Qo'lsiz o'tiraymi bitta. Keyin esa fokus ko'rsatib pul topmoqchi bo'ldik. Mana shu yoqqa 5000 tashsiz, bitta zo'r hayotingizda ko'rmagan fokus ko'rsataman. Ishonasizmi? Shuni tashing. O'rtoqlar, hali boshlanganiga 1 soat bo'lmadi, lekin bizda уже 5000 bor. 30 ming topamiz, keyin ketamiz. Bu yerda 30 ming topish iloji yo'q. Da, haligi brat ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga men bunaqa fokus ko'rmoqchi edim. Qarang, 5 ta barmoq qarang. Nothing beats a Jet2 holiday. Absolutely cinema. Bu zo'r fokus ekan. Assalomu alaykum. 5 minut. Va Umid 5 minut davomida qoidalarni tushuntirdi. Можно, hech kim ko'rmagan fokus. Qarab turing. 5 ta barmoq ko'ryapsizlar? Barmog'imni uzib ana qilib berdim. Zo'rmi? Zo'r. Oh, спасибо за брат. Nima bo'ldi men bu yerda hozir? O'rtoqlar qaranglar. Hali chaz boshlaganiga endi yarim soat bo'ldi. Bizda 15, 25, 35 ming pulimiz bor. Mana 35 ming pulimizdan 10 million investitsiya qilamiz. 5 ming ruchkaga. Ruchkani qimmatroqqa sotib, yana ruchka qilamiz. Nima qamayli, ana endi shuning uchun ham prosta magazinga borib, ruchka sotib olamiz. Mana endi o'rtoqlar boyatganimizdek magazinning oldiga keldik. Mana sizga 5 ming va Umid magazinga kirganda, do'konchini unga rahmi kelib, ikkita ruchkani tekinga berdi. Va men Umidni chiqavermaganidan keyin undan xavotir olib yoniga o'zim kirdim. Blok soatdilar, blok soat. Qo'rqib ketdilar. Hop, assalomu alaykum. Ruchka olmoqchi edik. Nech puldan? Sizlarga tekin. Sog'aygan. Ikkitami? Bizga ko'proq kerak edi.
biznes qilyapmiz. Keyin esa yemagan g'azlarni yig'ishtirib, shu ikkita ruchkani sotishga ketdik. Va o'rtoqlar biz hali ham ko'chada yuribmiz, lekin biz hozir Seoul-Mallga qarab ketamiz. Ну, hozir bir Seoul-Mallda kamida bir 5-6 odam bo'ladi. Ulardan hatto 2-3 ta ruchka sotsa ham, eng kamida 5 million sotsak ham yana kamida 10 pulimiz bor. Bo'lmish bo'lsa ham, akkuratni bo'lmish. Ruchkalar bor, mana ruchkalar. Va pastga tushishimiz bilan Umid ruchkasini sotmoqchi bo'ldi. Hozir sizlar o'qishga ketyapsizlarmi qayerda? Ну, boshlanadi, skoro lekin ruchka kerak bo'ladi. Shuni olmaysizlarmi? Arzon, skidkada 10 ming. Mayda yo'q edi. Qancha bor? 50 ming. Zo'r taklif, lekin bozorda bunaqasini topa olmaysizlar 100%. Ayniqsa bunaqa sotuvchisi bilan. Tabriklayman. Bizdachisi, конечно. Keyin esa men ham ruchkamni sotishga urinib ko'rdim. Assalomu alaykum aka. 5 minutga mumkinmi? Biz hozir 72 soat bo'lmish bo'lib yashayapmiz. Bu sochda biz har xil bizneslar qilib topishimiz kerak. Va bizning hozirgi yangi biznesimiz mana shunaqa zo'r ruchkani sotish. Va shu ruchkani sota olasizmi? Yo'qmi? Chay rahmat. Bu meni do'stimmi, dushmanimmi bu? Xullas o'rtoqlar, men ruchka sotolmagandan keyin motivatsiyam tushib qoldi. Chunki, bilet, meni tashqi ko'rinishimga qarab odamlar mendan narsa olgisi kelmayapti. Meni ko'ryapti-da, hozir prank qilib ustidan kuladi deb o'ylashadi. Men mana qaraylik, bu o'z keliniga o'xshab cho'tga takka yoqimda o'tiribdi. Shuning uchun ham bundan sotib olishadi. Siz maqsadingiz nima? Menga yordam berishmi? Davayt yordam bering. Turing, soting. Mana boy qiling. Amangizni bu paytdan bakarishkani ushlab, xuddi bo'lmishiga o'xshab muntillab omad kutib o'tiraman. 5 minut vaqtinglarni olsam bo'ladimi? Chunki hozir biznes qilyapmiz, ruchka sotyapmiz. Mana shuni bizga podдержка qilib qanchaga sotib ola olasiz? Nifiga, bu yap-yangi ishlatilmagan, buni bemalol 1 yil ishlatsangiz bo'ladi. Lekin bu brat bizga ruchkani ham, pulni ham berdilar. Ruchka ham qaytib keldi, pul ham keldi. Xo'p, shunda qarang, общий byudjetimiz 66 ming pulimiz bor o'rtoqlar hozir. Mana birinchi kun o'ylashim uchun 200 ming so'm topsam normal. Shu uchun nima qilamiz? Biznes qilamiz. Va anin o'rtoqlar Omonxon bo'lmishdan master klass Umidga soqol tushib ketsa ham eksklyuziv ruchka bu. Shaxsan Omonxon bo'lmishdan mana ruchka. Necha ming sota olasiz? 5 ming so'm oldi. 10 mingga mayli. Bot 10 ming oldi. 10 ming olasizmi? Все. Umid, pashon. Keyin yana ko'cha aylanib yurganimizda bu narsani ko'rib qoldik. O, o'rtoqlar polye topib oldi-yu. Va o'rtoqlar biz hozir mana shu polyeda futbol emas, baklashka bo'linamiz. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Shu baklashkani kim tepib, birinchi bo'lib bir-biriga gol ursa, 50 ming ishlashga majbur birinchi bo'lib, tushundingizmi? Qiyin emas 50 ming ishlash. O'rtoqlar, men atela burchonchi qo'yaman, chunki o'rtoqlar, men futbolda 100% hozir buni pachon chiqarib tashlayman. Va keyin esa o'yinni boshladik. Hurmatli xonimlar va janoblar, mana futbolimiz boshlanmoqda va Omonxonda to'p yo'q, raqibi olib qo'ydi va yo'q, Omonxon himoyalandi va zarba gol. Omonxon g'alaba qozondi. Men yutdim o'rtoqlar. Yes. Bu yoqqa Umid omadsiz. Hamma kommentga Umid omadsiz yozsin. Omonxon zo'r bo'lmish yozsin. Topishkam to'yapganda, brat. Umidning bahonalarini eshitib bo'lganimizdan keyin biz endi topshiriqni bajarishga keldik. Menga 50 ming top beradigan paytingiz keldi, davay. Hozir boshlayman desam bitta ham odam yo'q. Siz hozir qanaqa qilib pul topmoqchisiz? Menga tushuntirib bering oldin. Prosta tushunishim uchun hozir qo'lda hech bola yo'q va bu 50 ming topish kerak. Fokus ko'rsataman. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? 5 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Umidga hech kim yordam bermayotgandi. Lekin Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Qarang, biz sotsialniy rolik olyapmiz-da, tipo bomjdan yaxshi hayotga. Shunga biz biznes qilmoqchimiz-da, nimadir olib sotib. Shunga boshiga 1-2 so'm topa olmayapmiz-da, shunday investitsiya qila olasizmi biznesimizga? Yo'g'i, Umid, kattakon rahmat. Siz buyuk biznesni birinchi qadamini qo'yib berdingiz. Buni endi nimadir sotib olamiz-da, dalsh sotamiz. va Umid olib sotish g'oyasini sinab ko'rish uchun do'kondan narsalar oldi. Biznes ideya tayyor. Tak, bu yerda nechta? 8 ta ekan, 5 mingdan donasini sotamiz. Demak, Umid 8 ta shirinlik olib, uni odamlarga qimmatroqqa sotmoqchi. İşte biznesimiz o'xshamayapti. Alqatdan ham 50 ming topib beraman dedim. Lekin oradan biroz vaqt o'tib va shu bilan Umidning ishi sekin-sekin yurib boshladi. Qancha pul bersa shuncha to'p olasiz. Rahmat. Ikkita oling, brat, ikkita oling, bo'lmasa bo'lmaydi. Ikkita oling. Beraveringlar, aka. Brat aytganlaridek, yosh bolalarga ikkita anaqa olganlarni berib yuboramiz. Tekinga. Hozir pulimiz 40 ming, ikkita dona qoldi. Mana shu ikkitani sotsak, shu bilan 50 ming tayyor. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Ming bor uzr, 5 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Va bu opaga ham narsasini sotdi. Вот, rahmat kattakon, charchamang. Rahmat, hozir Omonxon akani yoniga boramiz. Tipo, brat, o'xshamadi, men 10 mingcha topdim, bo'lmayapti, yordam bermasangiz bo'lmaydi deyman, brat. Shuni ham eplolmading, tudim-sudim deydilar. Shunda 40 mingni ko'rsaman, 50 mingni oling deyman. Va Umid rostdan meni shunaqa aldamoqchi bo'ldi. Men hayronman. Qanaqasiga kechgacha 200 ming qilamiz? No, amallab tilanchilik qilib 10 ming ishlab oldim. 10 ming nima bo'ladi? Unda men 40 mingni olib qo'ying, brat. 5. Appa! O'sha 110 ming va yana 6 ming. Va bizda общий 106 ming pul bor. Yaxshi! Albatta like bosinglar.
Va keyin esa parkka dam olishga bordik. Va endi o'rtoqlar biz parkka keldik. Mana shu parkda hozir biz vaqtimizni yaxshi kayfiyat o'tkazamiz. Men bittada o'zim kerak ekanini topdim. Oho, O'zbekistonda bunaqa bo'lmish ko'rish mumkinligini bilmagandim. Va men 5 minut davomida shunaqa kachalarni uchdim. Va o'rtoqlar biz endi mana shu parkimizda challenge qilamiz. Osilib turamiz. Kim oxirgi bo'lib qo'yib yuborsa, o'shani kommentariyada odamlar ustidan kuladi. Siz ustidan kulishni xohlaysizmi? Yo'q, lekin. Bo'lmasa yuting. 3, 2, 1 ket. Qani qancha turar ekanmiz? Debdi-ku, ovoz eshitasiz. Nega kuldirasiz? Atak bexosdan oyog'im tegib ketuvdim, fisht bo'lib ketdi. Ha, baribir tegdimi? Umid o'zing ayt, kim yutdi, men bilmay qoldim. Omonxon aka. Men prosta kuldirganlari uchun yutqazdim. Yana Umiddan bahonalarini eshitib bo'lganimizdan keyin ko'chaga baxtimizni qidirib ketdik. Va o'rtoqlar biz aylanib yurgan paytimiz musirchilik topib oldik. Bu mushur uchun musirchilik bu вообще wow narsa. Eng qizig'i bu musirchilikni bizdan boshqa egalari ham bor. Shuning uchun ham konkurensiya qilsa qoldi, spokойно boramiz. Buni baklash ko'rtoqlar bilan g'ilib ketsa, o'sha millioner ketamiz. Yo, g'alash gunoh. Suv bor ekan. Mana shu bagajni sotishimiz mumkinga o'xshayapti. Nima deysizlar? Day sochga qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. А вы не покупаете баклажки? Где можно продать? На улице Заския есть гараж. Спасибо большое. Xullas o'rtoqlar bu yerda baklajka sota olishmas ekan va bizlarning shuncha baklajkamiz hozir sotilmay qoldi. Lekin bu yerda garajda baklaj sotilar ekan. Ana endi o'sha garajga borib mana shu baklajkani sotishga harakat qilamiz. Va 15 minut yurganimizdan keyin xullas o'rtoqlar boya o'ris hol etgan joyga keldik, lekin bu yerda magaltura sotiladigan joy yo'q. Shuncha ham boyligimiz shunda hozir sotilmay qolibdimi? Ko'chim-ko'chim yurib, charchab, 4 soat uyqum kelib qoldi va ana endi shu holda ham to'xtamaslik kerak. Hozir biz qilishimiz kerak bo'lgan eng asosiy ish nima qilib bo'lsa ham vaqt o'tkazish, tushunasizmi? Chunki bizdan asosiy ish qosh botadigan payt hamma uydan chiqadi, ham pulni sochadi. O'sha paytda biz pulni terib olsak bo'ldi. Va shu paytda yo'limizdan mushukcha chiqdi. Даже mushuk ham kibr beradi-yu. Endi shunaqa ekanda, puling bo'lmasa, bo'mish bo'lsang, odamlar mensimay qo'yar ekan. Даже mushuklar ham. Va endi o'rtoqlar biz aylanib qatlargadir kelib qoldik. Soat o'sha 7 bo'ldi, ya'ni kechki 7 va bu paytda o'sha sekin odamlar ko'chaga chiqadi va biz mana shu paytdan foydalangan holda ko'proq pul ishlab olishimiz mumkin. Men o'ylashim bo'yicha biz hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa birinchi bo'lib karoko topamiz. Undan keyin karokoni chek solishga o'yinchoqlar sota olamizda, keyin sirli karokoni sotamiz odamlarga. Va shunda biz ko'proq pul ishlab olamiz. Va xush bo'ldi o'rtoqlar, biz hozir magazinda karokoni ko'rdik va endi hozir so'rab ko'ramiz. Berishsa olamiz, berishmasa sota olamiz. Ko'chada korobka turgan ekanda, bittasi nasib bo'ladimi? Bir donadan. Men so'rasam yo'q deyishsa, olaveringlar dedilar. Bittasi nasib bo'ladimi? Da. Va shunaqa o'rtoqlar biz karobka ham topib oldik. Rahmat kattakon. O'yinchoqlar bor ekan-da, o'yinchoq sotamiz. Bizga arzon kichkina o'yinchoqlar kerak edi. Mana shu o'yinchoqlar bular 5000 dan, bular 100 ming tikamiz. 100 mingga 5 tadan 20 ta beradi. 100 ming so'm pulimiz va menda 16 ming so'm pul qoldi. Va shunaqa qilib biz 20 ta o'yinchoqchalarni sotib oldik. O'rtoq qo'limdagi paketda o'yinchoqchalar va ana endi bularni hozir olib borib Umid bilan birga soqqa tashlaymiz. Va biz o'zimizga kerakli joyga ketayotganimizda bizning bir narsamiz yo'qolib qolganini sezib qoldim. O'rtoqlar hozir bagajkamizni Umid prosta tashlab ketdi. Shuncha mehnat ko'mib yerdingmiz uni. Demak, bagajkani pulni ham qoplash kerak endi. Va endi bo'lsa ham o'rtoqlar mana shu biznes g'oyani ishlatishga, ya'ni mana shunaqa zo'r mashinachi 99 yoki 66 bo'ladi. Buni prosta sirli qutimiz ichiga solamiz va ana endi bu sirli qutini sotish kerak bo'ladi. Men bu sirli qutini ushlab turaman, Umid birinchi sotib ko'radi. Va birinchi pochchamiz yer osti yo'lidagi odamlarga bo'ladi deb o'ylagandik. Lekin unaqa bo'lmadi. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimiz? Qarang, 5 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Takoy Mystery Box o'yiniga. Qarang, mana shuni sotib olasiz, ichidan randomli narsa chiqadi. 20 ming. Bo'ldi, hol oldim. Ha, 20 ming. 20 ming. 20. Karobkani o'zingiz ochib oling. Yes sir! Eng qiz o'rtalar bitta mashinadan o'zidan 4 ta mashina pulini chiqardik. Salom alaykum brat. Xolos biz sirli quti olib kelganmiz. Mana shu sirli qutini ichidagi narsani sotamiz. Nechta sota olasiz? 10 ming so'm. 15 ming bering mayli, hozir sotaman. Ko'z olding. 6 ming zdachi bor. Xolos 14 ming so'mga sirli quti ichidan sotdik. Va sirli qutini ochasiz. Va sirli qutini ichida sizda zo'r va esda qolarli mashinachi. Rahmat aka, Sekottakon. Sirli qutini mana. Sirli qutini sirini ochamiz. Va men shu tarzda sirli qutichani odamlarga 2 martalab sotib tashladim. Endi esa sotish navbati Umidga kelgandi. Assalomu alaykum. Bizda sirli quti bor-da. Sotsial rolik olyapgan. Rahmat. Va Umid tushkunlikka tushib qoldi. Buni ko'rib yana o'zim sotishga qaror qildim. Salom qizlar, 5 minut mumkinmi? Bizda sirli qutimiz bor va bu sirli qutining ichidagi narsani sotishimiz kerak. Примерно сколько? Давайте 20 ming so'mdan boshlaymiz. 10 million o'zi bor-da. Давайте. Sizga 10 mingga da. Va karobka ochasiz, ichidagi sirli narsa sizga.
Rahmat kattakon. O'rtoqlar ko'rib turganingizdek, biz hozir ming sochga harakat qilsak ham, ikkalamiz bitta joyda o'qiganimiz uchun kuch kamroq bor. Shuning uchun endi o'yinchoqchani o'zini alohida umid sochga harakat qiladilar. Bu kamera ularga yuradi, ammo esa bu yerda sirli qutini sochga harakat qilaman. Buni hozir minimum bir 20 mingga sotishimiz kerak menimcha-da, plyusga chiqishimizga. Qarchi o'rtoqlar, men bu yerda sirli quti bilan qoldim. Umid esa ketdi soqqa qilishga. O'ylashim bo'yicha tezda sotadi. Sirli qutilar bor, sirli qutilar. Va 5 minutdan ko'p vaqt o'tsa ham Umid hech kimga hech nima sota olmadi. Tushunarli. Ming bor uzr, biz narsa sotishimiz kerak, bu pul olish kerak emas. Birinchi to'rming. Nu, pochim bo'ladi. Shundan keyin rahmat katta aka. Bu vaqtda men esa kechasi qatlada uxlab qolishni o'ylayotgandim. Do you speak Russian? Russian. I can speak English. We YouTube. No. Nima dedim? We. Men xafa bo'ldim. Hech kim olmayapti. Oradan biroz vaqt o'tib, Umid yer osti tunnelida sotishga harakat qildi. Можете помочь нам? По 15 продаю, но красивым девушкам по 10. Va bu opaga ham narsasini sotdi. Короче, birinchi 20 ming bor. Assalomu alaykum. Можно sekundочку? Hayda borishdi. Nu, zato ikkitasini hozircha sotdik. Menimcha omonxonaga bittasini ham sota olmagan hozir bor. Va rovna 1 soatdan keyin biz почти hamma o'yinchoqlarni sotib olishga ulgurdik. Va albatta to'tal kommentariyaga Umidga respekt yozib qoldirgan, chunki Umid obunachim bo'lsa ham menga shuncha yordam berdi. Va vazifasi ham shu edi. Shu bilan hozir endi tezroq Umid bizga pulni olib kelib topshiradi va men sekin nadirga bitta o'zim ko'chada uxlashim kerak bo'ladi. Siz просто like bosib qo'yib obuna bo'linglar bo'ldi. Hammasi siz uchun. Agar mana shu oxiriga qolgan o'yinchoqni sotib olsanglar, bizga juda katta investitsiya qilgan bo'lasiz. 15 ming. Rahmat kattakon. Mana bo'ldi, biz tugatdik. Va shu bilan o'rtoqlar hamma savdo-sotiqimiz tugadi va ana endi eng qiziq joyi. Ya'ni umumiy topgan pulimiz necha pul? O'rtoqlar bizda umumiy 295 ming pulimiz bor. 5 bu uchun va bilasizmi xuddi shu nima bo'ladi endi. Siz bilan xayrlashamiz. Chunki ko'rtirganidek bu kun tugadi va shu bilan mana obunachim, ya'ni Umid bu videodan ozod etiladi. Va ana endi bilasizmi nima qilaman? Va nihoyat bu kun davomida birinchi marta ovqatlanaman va normalniy suv ichaman va ko'chada bironta skameyka topib o'shanda uxlayman. Yaxshi uxlab turing. Men bunday qilib yo'qolib qolay. Baf, o'rtoqlar Umid yo'qolib qoldi. Men esa metroga ketdim, chunki metro arzon. Biz hozir Xalqlar do'stligi metrosidamiz va bu yerdan chiqib Mirzo Ulug'bek metrosigacha boramiz. Va Mirzo Ulug'bek metrosi tarafda biron joyda sekin ovqat olishim kerak o'rtoqlar. Chunki kun bo'yi hali ishlaganim yo'q. Hamma bo'lmasa boshlanishga metro kirib olamiz. Va o'rtoqlar orqamdan shuncha odam o'tgan ko'rayotgan bo'lsa kerak. Ammo satsafa bo'daman va menga bu ham qo'rqinchli. Shuning uchun o'rtoqlar bir like bosib qo'yinglar, iltimos. Chunki siz uchun men bu qo'rquvim yengish harakat qilaman. O'rtoqlar xullas metroga o'tdi. Yes, tezroq chiqib olib Mirzo Ulug'bek metrosiga borishimiz kerak. O'rtoqlar bolalar qolib ketaman, metrodan chiqib oldim. Ana endi 12 satsafofman. Va metrodan chiqishim bilanoq ovqatlanib oldim. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar sizlarni bo'mish jigaringlar. Uje uxlaydi. Ovqatlanib chiqdim. Odam ko'p, PPSlar bor. Lekin o'ylashim bo'yicha men qanaqa qonun buzmayman va PPSlar menga qarshi ish qilmaydi. Keyin men har doim bo'mishni uxlaydigan haykalning yonidagi skameykalardan birida uxlashga qaror qildim. O'rtoq tushunish uchun mana yana bitta bo'mish, ya'ni bo'mish emas, qarchi shunaqa uy yo'q odam. Ular mana shu uxlaydilar. Men ham shu yerda uxlayman. Eng qizig'i juda sasotdi. Qarchi hozir tipa kameralar, chiroqlar bilan tipa turganimizga bizga hamma g'alati qaror, shuning uchun ham bolamni o'sha qayqaroq, shuning uchun hamma uyga ketsin-da. Menga biroz kamerani o'zim qoldirib qo'ying, hamma kamerani ketib zarki qo'yasizlar. Men biroz kamerani olib o'zim qilaman. Shuni kamerani berasan, mikrofonlar hammasini yechib ber. Всё, qarchi o'rtoqlar shu bilan Sardor bilan xayrlashamiz. Men qisqa uyqusiga kelib o'qib qo'ygan. Va men esa shu yerda qarchi qolaman. O'rtoqlarim qarchi bitta o'zim qoldim. Atrofda ko'rib turganingiz hech kim yo'q. Va prosta kamerani mana shu yerga qo'yaman-da hozircha. Prosta endi ketishni kutib o'tiraman. Nolashim hech kim kameramni uxlab ketmaydi. Va men 1 soat davomida odamlar kamayishini kutib yotdim. Va o'rtoqlar ko'rib turgan shunaqa qilib yotibman va prosta menga e'tibor beringlar. Nolashim hozir ko'rdinglar o'rtoqlar. Orqamda ham bitta opajonim yotibdilar. Uni bitta ishdamiz, bitta kasbdamiz. Shu uchun yotadigan joyimiz bitta. Aslida buni qancha like bosib qo'yinglar, chunki bu nereal hozircha sasotdi. Va qaysi tomonda ko'chada odamlar aylanib yuribdi. Lekin agarda men soat 1-2gacha ham sal kutsam, hamma o'tdan ketadi. Faqatgina bo'mishlar bilan birga uxlayman. Bungacha men esa biroz kutishim kerak. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin qarchi o'rtoqlar soat 2 bo'ldi. Ammo boyda men yotibman. Basharam qariylar o'qib ketgandi. Ana agar sal bo'tdan zo'rga ketaman. Hozir men metroga o'taman. Chunki orqamda katta bo'mish opam yotibdilar. Bu yerda real to'g'ri o'rtoqlar xudo haqqi uxlab bo'lmaydi. Shunda bor Mametda mana bu narsa bor. Prosta mana shu o'shani turibdi. Ya'ni bu narsani oldi sog'lomdan uxlamaydi, ko'zga nur tushib turibdi. Shuning uchun men kepkanimni yopib, qarshi yotibman. To'y uxlab bo'lmayapti to'g'risi. Nu prosta yotib, xatya vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Lekin o'rtoqlar, inobatga olishlik kerak. Men bu bitta o'zim uxlayotgan bo'lsam ham, yonimda texnik komanda bor. Ya'ni hech qachon o'zini takrorlab ko'rmaydi. Ya'ni men barcha xavfsizlik qoidalariga bo'ysunganman. Shuning uchun prosta o'rtoq like bosib qo'yinglar. Chunki men bunaqa ko'chada uxlash ham menga emas. Prosta alohida chiqib gapirganim, chunki anta bo'mish opam yotibdilar mana. Yaqinroq ko'rsatib.
bo'tol yotibdilar. Ammo yerda men yotibman. Yerda yana boshqa bo'lmishlar ham bor. Qolganlarni esa yaqinda sumka qilishga qo'rqaman, chunki men mana sumka qolsam dush ketib qolsam shishada. Bilet menga kerak emas. Shu qaror o'rtalar. Omad tilab turinglar. Va xuddi shu o'rtalar meni soatim yarim kechasi 2. Qaror o'rtalar bilmayman. Menimcha ertaga madar sumka qilib chiqishim mumkin. Agar yotgan paytim omadim kelib, ko'zim ketib uxlab qolsam, bu meni omadim bo'ladi. Ya'ni hamma o'rtalar nima bo'lgan taqdirda ham tezroq tongga o'tirib olishim kerak. Shu bilan qotib uxlab qo'ygandim. Uyg'onganimda esa atrofimda yurgan tozalovchi opalarni ko'rdim. Va shundan keyin tushundimki, уже bu uxlab bo'lmaydi. Tezroq turib, yonimda kechdan qolgan suvga yuzimni yuvib olishim kerak. Orqamdagi bo'lmishlarni ko'rasizlar. Mana shu bo'lmishlar ertalabdan meni urishib uyg'otdi o'zasi. Kallasini yorib tashlashga ozgina qoldi. Xullas, o'rtoqlarim, umrimdagi eng jirkanchli tun bu. Qo'rqinchli tushlar va to'yilmagan uyqular, lekin kun davom etadi. Men hozir o'rtoqlar, ikkinchi kunni ham bir marta boshlab oldim. Kurtaslar uyqum juda qattiq kelyapti, lekin bunga qaramasdan video davom etishim kerak. Va ikkinchi kunda men bilan Rayhonmi bo'ladilar. Mani majburlab uyqudan uyg'otib chaqirishdi. Tan oling, bo'lmishmisiz? Ha. Qani bitirgis. Ichmaydigan bo'lmishmi? Halalli bo'lmish. Biz kecha ishlab pul topdik. 295 ming, lekin yarmini yeb qo'ydim. 241 ming so'm pulim bor hozir. Shu pulni investitsiya qilib, yana ko'proq pul topishimiz kerak. Nima ideyas bor? Davlat yurgalashaylik. Yoki qarang, men bunaqa ideyam bor. Просто bitta qarab kanal turib, Rayhonmiga tanat qiling, yoz qo'yib ko'tarib yurishingiz mumkin. Lekin kimda pul yaramayman. Va shu tarzda pul topish uchun har xil g'oyalarni gaplashib ketdik. O, qarang, как раз Banjovskiy joy. Hop, fontanchik ishlamayapti, qurib ketdi. Fontanchik chornim delfinam. O, mana kiyim, mana. Menga kiyim topildi, kiyib olasizmi? Oh no. Bu menga ko'ylak bo'ladi. Hamma meni yuzimga qarayapti. Shunaqa qilyapti. Nimadir tekkanmi? Mana yuzimdan oling, to'g'rimi? O, mana bitta karobka bor ekan. Nima deyish, karobkaga nima yozamizmi? Bo'la yo'qsa bo'la. Nima yozamiz? iPhone yo'q. Kiyim olishga pul yig'yapman deb yozam. Pul bering deysiz просто. Bo'la. Men hamma o'rtoqlar hamma kontentni sizlar uchun, shuning uchun просто like bosib qo'yinglar. Chunki Rayhonmi bunaqa bo'lmish oldin ko'rmaganman. Bu pulga tarozi sotib olsak bo'ladi. Odamlar taroziga o'lchatsak bo'ladi. Tarozi olib nech pul? 40 mingmi, 50 ming turadi. Yo'g'i? Shunaqa qilib biz tarozi olishga qaror qildik va do'kon izlab yurdik. Eng qiziqni aytaymi? Men endi kelishdan beri yashayman, bo'lmish bo'ladi. Men haligacha hech bola yemaganman. Soat necha bo'ldi? O'zinglar ayta olasizmi? Rahmat. Soat 10:18 bo'ldi. Ammo soat 6 dan uyg'onganman. Qarang, olmadim. Men nimaga bu syomkaga rozi bo'ldim? Потому что o'zimni o'sha insonlarni o'rniga qo'yib ko'rish, ular qanaqa yashashini bilish, o'zim yashayotgan hayotga shukr qilish uchun keldim. Qiyin ekan yashash bo'lmish bu. Va ozgina yurganimizdan keyin esa va endi bo'lmasa o'rtoqlar biz Kozmarket ko'rib qoldik. Hozir o'tdan tarozi olishga harakat qilamiz. Bu nech pul ekan tarozi? 130 ming. Eng arzoni shu hozir. Hop, qarang. Baba, endi farqi, endi faham. Hamma o'rtoqlar 130 mingga tarozi olamiz va 3 ming so'mga bu olamiz. Общий 133 ming so'm investitsiya. Aka tarozini kelishda bera olasizmi? 110 ming. 110 ming? 110 ming bo'lsa, demak 113 ming bo'lyapti. Men hozir raqam olib tashlayman, agar siz like bosmasanglar. Like bosinglar, iltimos. Tarozilar bor, tarozilar. Va shunaqa hazil-huzurlar bilan tarozini qanaqa ishlashini tekshirmoqchi bo'ldik. Qani hozir agar avtobusga ketamiz, yagona yo'limiz bor. Hozir bu yerda metro ham uzoq, taksiga ketishimiz. Bo'ldi, men o'zim hal qilaman. Assalomu alaykum. Družba tarafga. Meni ignorirovat qildi, brat. Qo'rqib ketdim. Shunday qaradi-ku avtomga. Shunday. Qanaqa ketamiz endi? Kim olib ketmoqchi bo'ladi bo'lmishsa, taksiga o'tkazib. Hozir qanday shunaqa insofli odamlar bormi ko'ramizda. Assalomu alaykum. Biz hozir syomka qilayotgandik-da, pul ishlatmasligimiz kerak. Družbaga tashlab qo'ya olasizmi? Iltimos. O, Rahmat. Rayhonmi xalqotda. Yaxshi odamlar bor. Va shunaqa yaxshi kayfiyat bilan biz odam ko'proq joyga ketdik. Rahmat. Odamlar borligiga rahmat. Sizlarga omad. Davay, biz ana taksini hal qilgan yagona ishtirokchimiz. Yaxshi insonlar bor ekan. Ana endi bo'lmasam, soqqani qilishimiz kerak. Soqqani qilamiz. Suv. Chiqib qoladi hozir. Voy, yo'q, voy. Suv kabi bo'ling do'stim, suv kabi. Va Rayhonmi bizni tarozidan pul topishimiz uchun kerak bo'ladigan korobkaga sehrli so'zlarni yozib oldi. Ketdik onsa. 10 ming so'mga men lichni taroziga o'zim o'lchatishmagan bo'lardim. Nima dedingiz? Hamma отписка qilsin dedim. Shu gapiga ham o'rtoqlar, hamma bitta deb podpiskada ko'rsatib qo'yinglar. Ammo xosila deb yozinglar. 10 ming so'mdan o'zinglarni taroziga o'lchanglar. Qarang, mana qilish kerak, mana qilish kerak. Mana shu eng qizig'i. Bitta 20 ming tashib qo'yamiz. Bitta 5 mingtalik, bitta 2 mingtalik tashib qo'yamiz. Tipa shu pulni berib kimdir chiqqanday bo'ladi. Ana endi esa просто odam o'lchishni kutamiz va odamni taklif qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. O'zingiz o'lchab ko'rmaysizmi? Tarozilar bor, tarozilar. Alaykum akalar, tarozilar bor. Omonxon tarozilar, bundan qaytib qilgan bu ishni. 7 ming so'm o'rtoqlar, banka solamiz, tarozida o'lchaymiz. Davay, ha. 48. 48 kilo. Mana ozg'in ekan. Aka, o'zingiz tarozida o'lchab ko'rmaysizmi? Yes.
O'rtoqlar biznesimiz yuryapti. Va siz 74 kilosiz. Tabriklayman sizni. Все, o'rtoqlar. Yana bitta 10 mingga bor. O'zi ikkinchisi bor, yaxshi. Tarozilar bor. Assalomu alaykum. Keling taroziga. Va shu tarzda bizning o'ylagan biznesimiz juda zo'r ishlayotgandi. Shunda biz 47 ming so'm ishladik. Va o'rtoqlar hozir bizda ajoyib narsa borda, ya'ni Bomishdan intervyu olish evaziga Bomishga 10 ming so'm berib, mana shu taraf tortilishmoqchi. Va men intervyu berishga rozi bo'ldim. Ot, 40 ming, 50. Ana endi men intervyu berishga ketaman. Yaqin kunlar uchun qo'ygan maqsadingiz qanday? Hammaga salom, assalomu alaykum. Qarchi, men yaqin armiyaga ketaman. Armiyaga ketgunimgacha YouTube kanalim obunachilarini 1,700 ming qilishim kerak tezroq. Hozircha 1,600 ming. Va shundan keyin biz ishlab topgan pulimizni sanab chiqdik. Hozir umumiy topgan pulimiz bu 119 ming so'm. O'sha pulimiz o'rtoqlar 9 ming. Lekin yana bitta 10 ming topamiz-da. Undan keyin ovqatlanishga boramiz. Va albatta o'rtoqlar, like bosib obuna bo'linglar o'rtoqlar, chunki mana bunaqa mehnat millionlab odamlar sizga tipa fanatlik qiladi-da, siz bu yerda bo'mish yuribsiz. Odamlarning kibr bilan qaragani alam qiladi. Shuning uchun ham просто поддержка uchun like bosib kommentariy yozinglar, chunki 3 kun davomida bu narsa chidash oson emas. Men masalan hozir endi yarim kun bo'lmish bo'ldim, lekin o'zi ustava, charchab ketdim. И прикинь, men ko'chada uxladim bugun. Rostdan. Ужас просто. Salom alaykum. 5 minut vaqt olaman, keling. Ha, omad aka bo'lsa. Shoshgan qiz erga yolchi emas. Shoshgan bola xotinga yolchi emas. Va shunaqa hazil huzurlar bilan oxirgi pulimizni ham ishlab topdik. Va shu bilan tarozdagi bizning sarguzashtlarimiz hozircha tugadi, chunki men qorda boshlab qoldi. Ana endi hozir umumiy pulni sanaylik bitta. Kel, mani topib kel. Mani cho'ntagimga kel. Halol topdik, halol ishlab, issiqda terlab, mana Halol boshlanishi. Va o'rtoqlar bizning umumiy pulimiz hozircha 249 ming so'm chiqdi. Va albatta o'rtoqlar narsalarimizni yig'ishtirib oldik va keyin esa men soqolimni olishga majburman. Chunki ovqatlangan paytda men tukiga qo'shib yemoqchi emasman. Oh, yuzingiz ko'chara qolib ketdi. men qo'yib ko'ray. Qani? Arbuz, привет. Va endi bo'lsa o'rtoqlar biz fast food joyiga kirib oldik va ovqat zakaz qildik va mana zakazim 48 ming so'mlik zakaz bo'ldi va bizning budjetdan endi 48 ming so'm chiqib ketadi. Va men ishtaha bilan ovqatlanib oldim. Va yana ovqatlanib bo'lib bo'mish holatiga keldim. Va ana tesa Rayhonmi men kutayotgandi. Rayhonmi, anqaraylar, uyqusirab yotishini qaraylar uni. 50 ming. 50 mingmi? Men necha kilo chiqar ekanman? Ha, davayt. 78 kilo chiqdim. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Xursand ketishdi. Men bo'lmishligimga qaramanglar, men koreys tilini bilaman. Nahot nima bo'lgan taqdirda ham o'rtoqlar biz haligacha tirikmiz va yuramiz. Don zikki qilamiz, yutqazgan odam mana tagidan o'tadi. Lekin bu issiqda men yutqizishni xohlagan bo'lardim. Ket. Don zikki. Amal o'rtoqlar, men mana bu sumdan o'tishim kerak. Ov! Va endi Rayhonmini gal yutgan bo'lsa ham Dirjmonlardan pul ishlaymiz-a? Chunki qarang, biz hozir tarozdan qancha pul ishlasak, kechqurun o'sha pulni 1,5 deb ichoramiz. Da, xushbat ko'rib turganlar, ammo o'zing pul kerak ekan. Nima qilsam pul yo'qotib berish mumkin. Nima o'zim shular ishonadigan odammanki, bemalol bu pulni ertaga ham qaytib topa olaman. Va endi bo'lsa o'rtoqlar, biz mana shu tarozimizni qo'ymoqchi edik, lekin o'rnimizga topa kelibdilar. 2 ming so'mdan tarozi qo'yishayotgan ekan. No, ana endi bu yerda 100% bizdan biznes yurmaydi, chunki konkurensiya bor. Va ular juda arzon. Hamma hozir parkda o'ynab yurib turaylik. Mani qornim chiqadi. Pul topish kerak bo'lmasa. Tomsa qaytsa bir dona olaylik. Olamiz, конечно. Men o'rtoqlar biz ikkita kartka somsamiz va bu bizga necha pul tushadi? 12 mingga. Mana bu Rayhonning somsasi. Yes. Va Rayhonning ovqatlanib olish uchun salqingina joy qidirdik. Va o'rtoqlar biz hozir yurib mana bunaqa joyga keldik. Oppa, mana sizga dasturxon. Endi biqin qilamiz, biqin. Bamjovskiy biqin va bizada 189 ming qoldi. Va shunaqa qilib Rayhonning 15 minut deganda ovqatlanib oldi. Ovqatimni yeb oldim. Endi yana pul ishlashga ketamiz. Go. Va keyin esa to'xtamasdan yurib biz anhor bo'yiga kelib qoldik. Va o'rtoqlar mana shunaqa manzarada turganim uchun ham albatta like bosinglar, chunki suv ketib qolishi mumkin, o'zim qo'rqaman. Eng qiziq bilasizmi nima? Mana shu suv bo'ylab ketsak, biz anhor parkiga yetar ekanmiz. Va shu holda parkda yuramiz qolib. Va biz mana shu issiqda yana ancha yurgandan keyin salgina bo'lsa ham dam olishga qaror qildik. O'rtoqlar, oyog'im shunaqa og'rib ketyapti. Biz hozir mashinaga kelib joylashib oldik. Kun bo'yi yurganimiz uchun Rayhonning charchab uxlab qolib turgan. Va bilasizlarmi o'rtoqlar, men nimaga shuncha yursam ham, ko'chada kecha uxlamagan bo'lsam, nimaga uxlab qolmayman, ya'ni oqib qolmayman. Chunki men lavin ichaman. Oh, просто energiya bomba bo'lib ketadi, qarang. 10 ta chabe chalib. Qanaqa uxlash haqida gap ketish mumkin. Hammaning endi Rayhonga turganigacha men sal kuch yig'ib turaman. Sizlar like bosib qo'yinglar. Chunki men bugungi kechdan qattiq uxlash bilmayman. Oradan yarim soat o'tib Rayhon uyg'ondi va shu yerda yurgan mushuklar bilan o'ynab o'tirdi. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlarim, va nihoyat Rayhon uyg'ondi va soat quyosh botadigan vaqtga kelyapti. Biz esa hozir Rayhonchik bilan parkchiga kiramiz. Oho, atmosfera oldik. Titanik qilaylik. Va shunaqa kulgili gaplar bilan parkka yo'l oldik. Yuhu! Mana qarang, daraxtdan yo'l oldi. Bu sizga. Qachonki qiz bola gaz bo'lsa shunaqa bo'ladi. O'zi meni krashga o'zi ko'p qiz tanqid qiladi. Urinib ko'rdi Rayhon o'zi shansdan foydalanib. Kim meni crash deb o'ylasa, komment qilsa, "Ammo crash deb yozib qo'ysang, o'zim uchun bo'la olaman." Lekin ungacha men biz parkka keldik-da, Rayhonga yuguring. Shug'ullanib papa. Eng qizig'i, hozir men amerikalik go'rkiga o'tsam, soqolim ketib qolmaydimi? Tushadi, 100%. Soqolim o'sha uchun.
Xo'sh, o'rtoqlar biz amerikanskiy gorka uçmoqchi edik, lekin bu amerikanskiy gorkada 50 mingdan ekan. Biz ham budjetimiz unaqa ko'p emas. Va keyin biz boshqa o'yin o'ynashga qaror qildik. Всё, o'rtoqlar biz hozir men basketbol o'yiniga joyga keldik va bu 20 mingdan ekan. Galma-galdan o'tamiz. Kim ko'proq tushirish. Birinchi Rayhon o'rinni ko'radi. Va bu uchun biz budjetimizdan 40 ming berishimiz kerak. Va har bir ishtirokchi ochish uchun 5 minutdan vaqt beriladi. 1 2 yes sir. Yo! Bir bor, oradan 3 minut o'tgandan keyin esa ko'rib turgandek o'rtoqlar Rahomiy hozircha 5 taga tushirdi. Va bu 6-chimi? Yo'q. Va yana ozgina vaqt o'tib, Rahomiyni vaqti tugadi va Rahomiy 5 ta tushirdi. Va aning bo'lsam mana navbatim. Voy! 1 va 2 minutdan keyin esa 5 ta 6 ta 7 ta va o'rtoqlar men 7 ta tushirdim va men yutdim. Lekin siz qarab turganingiz 2x bo'lardi, shuning uchun siz yutdingiz. 17 ga. Vau! Va endi boshqa atrashga boramiz. Vodkaga uchaylik. Bo'lmasa endi hozir lotkaga uchish uchun karta Ham olish kerak. arzonroq. Va keyin biz karta ham oldik. Va endi bo'lsa lotkaga ketdik. Yey, rahmat. Bomjovskiy kart. Men qo'rqmayman, esishto. A buni hozir ko'ramiz. Mana bu manzarani qarang, va mana bu mish qarang. Bomishlar yashasin. Yashasin bomishlar. Albatta o'rtoqlar bunaqa kondishonlar bosib qo'yinglar. Voy bilan urmayman. Yuragim o'zi nito bo'lyapti. Voy, borgaslar qutarib ketyapti-ya. Ha, bal boshlanishi. Voy bilan. Yuragim xuddi pastga tushib chiqayotganday. Voy, o'rtoqlar o'sha ancha qutiribdi. Varameni stanovitsa. Varameni Husn kelyapti meni. Men bu odam hozir ustimga qusib olsa hech qachon kechirmayman. Qo'ynini ketdi o'rtoqlar. O'zi kam narsaga men qornim och. Men mazza qilib o'ynadi. Rahmat. Yaqindagi kattakon ishingizga omad. Вообще ko'nglim edi. Bu mushlarni bu yoqqa chiqishni maqsad beringmi? Men mazza qildim lekin. Eng qizig'i, bizdan nech pulimiz qoldi, bilasizmi? 89 mingga pulimiz qoldi. Men hali ertaga bir 400 ming pul yig'ib, Hiltongacha ham kirishim kerak. Lekin bilasizmi, shuncha parkga kirib bitta maroj yemasdan chiqish. Xato. Pulimiz kam bo'lsa ham bitta maroj yeymiz. Ketdik. Marojniy olib ber desang, marojniy olib beraman. Tapchika desang, tap. Va pandam bilan birga rasm tushamiz. Urmay. Va ana endi bo'lmasam panda bilan rasm tushamiz. Ketdi. Chek. Yes. Hoppa! Rahmat aka. Omad. Mahmayli, ana endi bo'lmasam maroj yeyishga boramiz. Uy! Brat, qarang, men oddiy soqolli qizib ketaman. Siz meni qizib ketmaysizmi? Yo'q, chotki. Albatta like bosib qo'yinglar. Va keyin biz marojniy sotadigan joyni topdik. Men o'zim sizga marojniy sotaman, kelinglar olib qoling. Xo'p, bizga marojniy kerak. Men buni oddiy ovqat nech pul? 15, 20, 25. 15 ming, 20 ming, 25 ming. 15 minglik yeymiz. 15 mingdan ikkita. Tamam, başlayalım. Ye. Al bakalım. Ha, yok. Ya. Tamam, güzel. Eyvallah. Ye. Al, al. Güzel. Akesi. Duymuştum. Voy bilan. Voy bilan. Xo'p, rahmat aka. Ana endi Rahomiyning navbati. Snickers yeyman. Merhaba şıkalar. Teşekkürler. Sağ olasın. Efendim. Selam. Adın? Rayhon. Rayhan. Aylan. Güzel. Ye. İşte bakalım. Aa güzel sen bir yetiştiyorsun. Görüşürüz. Tamam. Ama gitti. Voy bilan. O'zimcha aqlli 30 ming so'm. Teşekkürler. O'zim o'yin qilmasdan berdim. Tamam. Amon. Eyvallah. Va ana endi biroz marojimiz bo'ldi. 59 ming so'm pulim qoldi o'rtoqlar. Eng qizig'i, men tasavvurni ertaga xuddi mana shu paytda Hiltonda qimmat restoranida ovqatlanishim kerak. Menga ertaga qayerda qanaqa ovqat yeyishingiz muhim emas. Menga hozir men mazza qilib marojniy yutganni. Ko'rdingmi ham o'rtoqlar? Balkim shuning uchun ham men haligacha yolg'izman. Hammalarning nima bo'lsa marojlarimizni olamiz. Yo'q, meniki bu. Ipso minus milliard davri. Va biz 30 minut davomida mazza qilib marojnilarimizni yeb, gaplashib o'tirdik. Va endi o'rtoqlar biz parkka aylanib chiqib bo'ldik va soat o'sha 8:30, ya'ni bu kun ham tugab qoldi va tun boshlandi. Va bu degani o'sha Rayhonmiy bo'mishlikni tark etadi. Meni oxirgi aytadigan gapim realni qiyin bo'ldi. Sizga yana sabr tilayman. Yana bir kun bo'mish bo'lar ekansiz. Sizlar videoga like bosishni unutmanglar. Editlar qilib tashlanglar. Rayhonmiy, sizga seriyozne rahmat. Всё. Va o'rtoqlar o'sha oradan 1 soat o'tdi va men nihoyat metro oldiga keldim. Va endi prosta metroga kiraman va boya aytganimdek Sergeliga qarab beramiz. Ketdik. Baf o'rtoqlarim, o'chib qoldim, lekin uxlaydigan joyga keldim. Oho, musorka topildi. Mahmayli, bizga kerak so'z narsa yo'q. Hozir qaytdan endi o'zimizga joy topamiz o'tdi. Bilmayman, prosta kiramiz, qidiramiz bo'ldi. Ishonsam? Prosta, ichib Stop bosma shuning. Sog' oling. Tartmayapsizmi? Rahmat aka. Video o'tdik. Ana qara. Rahmat video o'tdik. Nima bu soqol? Topshirib oldingiz. Yo'q, men YouTuberman, Usmonxon. Prosta YouTube'ga video o'tdi dedi. Yoningizda hujjatingiz bormi? Yo'q, yonimda emas. Sizni ichki ishlar idorasiga taklif qilaman.
Hozir rozizmon, Hozir ketamizmi? hozir ketamiz. Et ulug'bek et, hop. Hop ketmay bilet. Telefon quraman. Yoqdingmi kamera? Bo'ldi, chiqyapti. Menimcha hozir shu yerda o'zi tugatish kerak bu mashmashani. Настроение qalay? Yaxshimi? Taqol. Xullas, normal 2 kun yurding. O'zingni ham qiynamadi. Temani yopaylik. Keyingi videolarga o'taylik, bo'ldi. Ben gelişim Murat bu temen, sen gelişim. Oxirgacha olaman bo'ldi gelişim Murat. Hozir prosta yamtib odam keladi, pul ishlayman, prosta bo'ldi, ketdi bu yoqqa. Tugatishim kerak Murat, 2 kun olib turib qanaqasiga? Va endi bo'lsa o'rtoqlar, men yana bombosh ko'rinishga keldim. Ko'rsam 2 kundan beri pashta normal uxlaganim yo'q. Va bir kunni to'yib faqatgina bir martagina ovqatlandim. Lekin bunaqa bo'lishiga qaramasdan biz videoni davom ettiramiz, shu chabada like bosing va bu videoning 3-kuni. Va 3-kunida men bilan birgalikda Oybek akam yashaydilar. Kipaba jigarlarim, importib bo'lmaysizlar bilan. Va Oybek aka, qarang, men bu videoda aslida bombosh ashsam bo'ldi. Lekin men ancha balandroq dorga osilganman. Ya'ni men ham ko'proq pul yig'ib turib, Hilton Center'dagi eng katta restoran bor, o'shanda ovqatlanishim kerak. Hiltonda? Nech pul yig'ib bo'laysiz men? Yeb qo'ygansiz 500-600 ming уже. 2 kundan beri yuribman. 200 mingdan ko'p pul ya'ni o'sha avrot 500-600 mingdan oshgan. Lekin kecha Rayhonning bilan parkka borib ham pul chatib qo'ydim. Voy. Lekin bizda pul topishga tarozimiz va kechagi kundan ortib qolgan 59 ming so'm pulimiz bor edi. Xolos, birinchi o'rinli hozir biz metroga qarab turamiz. Metrodan bir skver tarafga, ya'ni odam ko'proq tarafga qarab boramiz. Va endi o'rtoqlar, biz hozir metroga ketadigan joyimizda somsalar sochiladigan somsa yemoqchiman. Shoshmang, bizning rovni faqatgina 59 ming pulimiz bor. Menga somsa kerak edi. Qanaqa somsalar bor? Hop, shunda o'rtoqlar, hozir umumiy qolgan pul 28 ming pul qoldi o'rtoqlar. 28 ming boyib ketish uchun yetadi. Umid qilamanki. Xo'sh, va nihoyat o'rtoqlarim, men bir kun deganda bitta ovqatlayapman va shundan 3 ta somsa. Yes. Va albatta o'rtoqlar, ovqatdan oldin bitta energetik ko'proq olish kerak. Chunki hozir anaqa kuchsiz va 2 kundan beri pashta umuman uxlamagan holatimda energetik menga ancha kuch beradi. Hammayda ana endi tez ovqatimizni yeb olamiz. Va shunaqa qilib biz ham qornimizni to'yg'azib oldik. Hey, ovqat yeb oldik biz. O'yna, ha. Men bir kun deganda ovqat yedim va energetik menga juda kuch berdi. Yes sir. Qana. Hoppa. Va keyin biz metroga qarab yurdik. Qaror o'rtoqlar, qo'limda 6000 so'm va bu metro uchun. Sizga ikkita bilet bering. Rahmat kattakon. Va ana endi o'rtoqlar, biz bu metrodan Amur Temur xiyoboni bekatiga borishimiz kerak. Va nihoyat o'rtoqlar, metro keldi va biz chiqib olamiz. Eng muhim o'rtoqlar, tarozimiz ham bor va biz bunda bu pul ham ishlaymiz. To'g'rimi? Tarozasi. O'rtoqlar, menimcha eng ko'p aytgan gapim bu uyqumga yotdi degan gap va uxlamadim degan gap. Shuning uchun ham hozir Pamitda konditsioner bor, muzligina joy. Shu issiqda buni konditsioner bor joy men uchun arziydi. Shuning uchun hozir Pamitda yotib ozgina uxlab olaman. Va biz metroda ketayotganimizda yana bir o'zimizga o'xshagan biznesmenlarni ko'rib qoldik. Nech pul topding bugun? Borku oz telefondagi pul bor edi-ku, qani? Ber 5 mingni bizga. Bizga ko'proq kerak. Pul berdirasiz, 5 pul. 1.2 so'm. Ko'proq ber. Ko'proq. Boshqa pul yo'qmi? Kvartiramizdan qarzimiz bor. Kvartira nech pul? 100 ming. Ko'proq pul topishga qat'iy borsa bo'ladi. Paxtakor. Shu yerga boraylik. Biz endi pul so'ramaymiz-ku. Bizda tarozimiz bor. Biznes bor bizda. Biznes bor bizda. Aka menga bering mana shu. O'zimiz kerak, sotamiz. 1 million. Aldamang. O'rtoqlar, biz o'zi bo'mish tortib. Va nihoyat o'rtoqlar, biz sal tentroqqa keldik. Va biz mana shu qo'lmay taroz bilan pul topamiz, chunki bizda boshqa pulimiz yo'q. Shuning uchun o'rtoqlar pul topish kerak. Prosta jajgat qilamiz, ketdik. Voy, Bilet, qo'limdan sifat tushib ketdi. Unda o'shadan tirnog'im uchib qolgan, chiqib ketib qoldi. Voy bilet! Oldiki nima qilamiz? Qayerdan endi hozir bilet aka chonsi hozir 400 ming topishimiz kerak chonsi. Va o'rtoqlar, tarozimiz eng muhim pulni oqlaydi. Lekin men ishongan edim-da, bilet. Nu qarash tarozidan tashladik. Endi bu yoq уже qanaqadir o'yin klubi emas endi. Da, bilaman, videoning nomi 72 soat, ya'ni 3 kun bo'mishib yashashim kerak bu videoda. Lekin men bu videoda yanada balandroq dorga osilib, даже men 3 kundan Hilton restoranda ovqatlanaman, karilib qo'yganman. Ana endi hozir bunaqa bo'lmaydi, borku 90% ishonaman o'sha bo'lmasligi. Lekin mana boydan beri to'g'ri uyqum juda qattiq kelyapti va oshqozonim o'sha og'riyapti. Shuni men vashsha yurish qiyin bo'lib ketyapti. Va shu paytda men oshqozonim juda qattiq og'risa ham yarim soatcha to'xtamasdan yurdik. Va endi o'rtoqlar, men tualetga kirmoqchiman. Menimcha tualet ham bo'ta pulli. Hozir men 22 ming so'm pulim bor. investitsiya kerak-ku, ishlatmang. Tualetga yeb beraman-da. O'rtoqlar tualetdan chiqib ben mikrofonni taqib oldik. Qani vashi o'zi mazam bo'lmayapti. Shuni soat prям mazam bo'lmayapti. Chunki men 2 kun yugurib qildim, u yoqqa yurdim, bu yoqqa yurdim, ko'chada zaxlada uxladim. Ammo o'zim yaxshi his qilmayman, bilet. Rostdan aytmoqchisiz. Ha, Hilton nima bo'ladi? Hiltonga borsam zo'r, lekin bir joyda bo'mish ochishim kerak. Bo'lmasam chimas. Biznes ideya qilaman. Omon yotsa yotursin, lekin men pul laborot qilib, omonga dori ham olib kelaman. Bugun Hiltonga ham boramiz. Qarang, dori olishdan oldin qatam orotgan aniq qilaylik. Qorni dam bo'lgan.
Lekin amayli o'rtoqlar, agarda bilmayman, balkim bu gapni keyin montaj kesib tashlayman, chunki hozir qiynalman juda qattiq. Agar mana shu videoda 100 ming talak kelsa, bir hafta ko'chada yashayman. Men boshqa shaharda bir hafta yashayman, ko'chada pulsiz uysiz. Lekin hozir mana 3 kun vaqt qoldim, to'g'risini aytsam. Davay, go, bu videoni 1 million odam ko'rdi, 100 mingta like qilinglar, Omonxon bir hafta ko'chada yashaydi. Ungacha mana siz pul ishlang, brat. Birinchi hozir men biznes reja o'yladim уже. Biz 1 soat 2 soatda qaytamiz. Ungacha mana shu dam olib turing. Oybek aka do'kondan 4 ta salfetka sotib oldilar va donasini 10 mingdan sotmoqchi bo'ldilar. O'rtoqlar, mana bu yerda rostdan mazam bo'lmayapti уже. 3-chi kun уже, bilet, o'zim soqolimni o'zi ketib qolganman bu yerda. Hozir ham ko'chada yotibman. Bolalar qayerqadir ketish pul ishlashga, bo'lmish bo'lish, uydan uzoqda yashash men o'ylaganimdan ancha qiyin narsa ekan. Alloh olmaydi. Omonxonga dori olib borishim kerak. O'shanga necha pulga olarsiz men salfetka? 25 ming, 25 ming bor. Oybek aka salfetkalarni sotib bo'lib, umumiy 45 ming so'm pul ishlab topdilar. Bu 5 mingga beraman. O'ylanib o'tirmasingizchi, bosib oling jigar, rahmat sizga. Bolalar tugadi oxirgi salfetka. Hozir Omonning oldiga boramiz, Omonga aptekaga olib kirib dori olib beramiz. Jackpot turdi. 45 mingga aylantirib keldik soqqanimizni. Men esa prosta yotdim. Oshxonaning orasi ozgina qoldi. Вообще sillam qurib ketyapti, o'rtoqlar. Men boshqa ishla olmayman bolalar. Men charchadim. Brat, bu 45 mingga Hiltonda kiritmasam kerak. Restoran kirsak bo'ldi-ku, to'g'rimi? Men endi Hilton restoranida ovqatlanaman deganman-da. Men bunga sizlar ko'proq pul ishlayman dedim, o'zim masalan bo'lmay qoldi. Maziz bo'lmayotganmiz, turing doktorga boramiz yoki. Hatta yana bir 200 ming ishlar, 250 ming yetadi lekin. 200 ming? Bir kunda topisham qiyin, 200 ming. Keyin esa biz mana oshqozonim og'riyotgani uchun shifoxona izlab yo'lga chiqdik. O'rtoqlar, уже oshqozonim og'riyapti va biz boydan beri pishkom yuribmiz. Oybek aka kafatlari zo'r, как будто bilet nimadir qilganda yuribdilar. Va Oybek aka ishonib pul haqida gapirishdi o'zi. 45 ming pul bor, nimadir yeylik. Shuncha harakat qilmang, iltimos, hoziroq like bosib qo'ying. Mana shu like agar 100 mingdan olsa, men bir hafta yashashga harakat qilaman ko'chada. Balkim boshqa shaharda bo'lmish bo'lib yashayman. Sizlar prosta 100 mingta like yig'ilib bo'ldi. Va endi o'rtoqlar, biz poliklinikaga keldik. 53-oylik poliklinikaga. Va biz ichkariga kirib, amallab bizga kerak bo'lgan doktorni topib oldik. Mani oshqozonda ozgina og'riq paydo bo'ldi-da. Mana shuni nima qilsin, hozir nima dori ilib olib, shu vaqtincha o'tkazadigan narsa so'rab keldim. Men poliklinikaga bor ekan. Bizda dori bo'lmaydi odatda, faqat yozib bera olamizda. Bitta yozib bering, men hozir aptekaga borib og'raman. Odatda og'riq bo'lib turadi. Birinchi o'tini qo'ysa. Og'riganda ichasiz noshqa. Rahmat kattakon. O'rtoqlar, biz peshkom yuribmiz. Mana menga dorixona yozib berishgan qog'oz, tipa noshpa. Lekin hozir umuman dorixona yo'limizdan chiqmayapti. Va biz ancha yo'l yurib bo'lsa ham umuman dorixona topa olmadik. Oybek, nima qilamiz? Bo'ldi, shu o'sha biron joyga skamga o'tirib shundan 70 kitobga to'ramizmi? Men yurolmayman aka to'g'risi. Ko'z optik olib keling. Hiltonga boramiz. Brat, pulsiz yurmaymiz-ku, kimimsiz? Hiltonga kirib restoranda o'tirsak bo'ldi. Shunda siz aytganingizni qilgan bo'ladi. Siz restoranga kirasiz, oddiy suv ichib bo'lsa ham o'tirsangiz bo'ldi. Va o'rtoqlar, biz hozir yana apteka qidirdik, lekin umuman apteka topib bo'lgani yo'q. Уже men normal odam sostenasi emasman, lekin baribir energetik oldik. Qattiq energetik olaylik dedim. Chunki o'rtoqlar, shunday mana bunaqa issiq kunda energetik qattiq ichmasam, men shu uxlab o'chib qolaman. Shuning uchun ham energetik ichishim kerak. Oh. Va albatta o'rtoqlar, sizlarga ham issiq tavsiya qilaman. Va o'rtoqlar, biz bu yoqqa ham o'tiraverganimiz yana bir sababi, уже bo'ldi akalar, men tasliman. Bitta Hiltonga boramiz, mana video tegadi deb, qolgan komandozlarimga уже aytdim. Endi hozir kelib kutamiz. Lekin men soqol bilan kiyimlar bilan borish qarshi chiqadi-da. Farqiga ko'ramiz. Aptechka ko'ring, maylimi? Ha, bemalol. Hoppa, Ulug'bek, yeq bilan buncha kiyim. Bu Hiltonga tayyorgarlik. Bu ahvolda borib, pulim bor deganing bilan qo'yishmasligi mumkin. Qani, kepkan yashirib ko'rchi. Jamoamiz nomidan sizga. O'zi 3 sutka mana shunaqa ahvolda qiynalib yurding, ko'rding qiyinchilikni. Endi bir borganda shahar markaziga takoy bir stilniy bo'lib borgin. Mana buni qaranglar. Hozir bu oppoq kaznishimni qirqib tashlayman, bilet kiysam. Bo'lgan taqdirda ham bir tiyin pulsiz Hilton restoranga boramiz. Bilmayman, xullas o'rtoqlar nima tayyorlashgan. Baribir bu kiyimni borolmasdik, shuning uchun ham endi men kiyim kiyib olaman. Davayt bitta pirog'oz qilamiz qaytayapti. Buf! O'rtoqlarim, xullas men hozir shunaqa kiyim kiyib oldim. Bu uchun jamoa a'zolariga katta rahmat va animasiya Hiltonga boramiz. Biz men hozir millionlarga o'sha ko'rayotgan bo'lsak ham, aslida bo'lmishimiz baribir. Chunki 45 ming pul bilan hozir biz eng qimmat restoranlardan biriga boramiz. Bu yerda ovqatlanamiz. Men ishonmayman. Vot 3 kun ham o'tdi. Va to'g'risini aytsam, bu 3 kun meni hayotimdagi eng qiyin paytlardan biri bo'ldi. Ya'ni shunchaki tushunishlik uchun bu 3 kun davomida hamma menga nafrat ko'zi bilan qaradi. U men to'poyligim uchun yoki men ularga borib qanaqadir cringe gap aytganim uchun emas. Shunchaki tashqi ko'rinishim xunuk bo'lgani uchun. Va men ana endi tushunaman. Bizning jamiyatda tashqi ko'rinish va kimga juda ham ko'p narsa bog'liq ekan. Va ayniqsa ko'chada uxlab qolish, PP solib ketishi, bular
umuman meni miyam burchigam kelmagan narsalar edi. Ya'ni bular men o'ylaganimdan ancha vahimaliroq va qiyinroq narsa ekan. Men bilmayman bu odamlar qanaqasiga umrni shunaqa ko'chada yashash yoki har kuni popeslar olib ketib qolsa qo'rqmasdan yashashi mumkin. Lekin men baribir aytganimni qilib o'zim shu narsani sinab ko'rdim. Va ko'rganinglardek, natija meni fikrlashimni qaysi tomonga o'zgartira oldi. Lekin shunaqa paytlar bo'ldiki, hamma g'alati qaradi, kimdir qo'li bilan ko'rsatdi. Ammo u payt prosto basharasi bo'yalgan, terilagan, ustida eski kiyim, yirtiq kiyim kiyib olgan, hamma ustidan kulayotgan bomsh. No, lekin o'rtoqlar biz kirib oldik. Lekin biz hozir kirganimizdan bitta gap aytishdiki, bu yerda kamida 500 ming so'mlik narsa yeyishimiz kerak ekan. 5 mingdan kam yeyishimiz mumkin emas ekan. Men yonimda faqatgina 45 ming so'm bor. Bu ham 2 kishiga. Bizga hozir 1 million kerak bo'ladi. Hozir qarang, kishi boshiga 500 mingdan narsa zakaz ko'raylik hozir. Hozir ko'ramiz, zakaz ko'ramiz. Oxirgi pulimiz yo'q deb ko'ramiz. Ha? Bular hazillashasizlarmi? Qo'limiz ochiq. Narsa zakaz ko'raylik. Yo'q, qarang, hozir ichib zakaz qilib olib chiqib ketsa-chi. Keldi deb turib deb qo'yarsiz menga. Qanaqa qilish shuncha odam olishadi? Короче, deb bo'lmasam, hamma o'rtoqlar qaranglar. Full risk qilamiz. Prosta hozir zakaz qilib yeymiz. Bo'lgandan keyin yana hal qilamiz. Sizlar o'rtoqlar qanday sharoitlar ko'rsatib chunki mana manzarani qara va hammanglar hozir zakaz qilamiz. Va o'rtoqlar prosta mamlakatga narxlarni qaranglar. Bitta salat 240 ming. Hammalarni ham zakaz qilamiz. Oybek imom ovqat zakaz qildirib, qanaqasiga vijdonli chiqyapti buni yeyishga. Maslahatimcha baribir hozir to'lachadi deb o'ylayman. Idishda yugurib bo'lsa, o'shancha yeb bo'ladi. Mana buni qaranglar o'rtoqlar qotilgan. Hamma o'rtoqlar nima bo'lgan taqdirda ham yemasdan turib jazolangandan ko'ra, yeb turib jazolangan yaxshiroq. Shu shamga olamiz. Shu tarzda yonimizda atiga 45 ming so'm pulimiz bo'lsa ham, jinnini yoqib ovqatlanib o'tirdik. Va o'rtoqlarimiz hozir ovqatlanib yeb bo'ldik va ana endi Oybekka chiqaylik. Gap bor, prosta brat qarang. O'tirdi hamma qarayapti. O'tirishni qarang bu odam, как будто pul bor edi. O'rtoqlar prosta tushunish uchun hamma yoq taxrini qarab turibdi. Biz ham pulimiz yo'q. Bilet, men nima qilish bilmayman, to'g'risini aytsam. Va eng qizig'i o'rtoqlar, men bu videoning qoidasini buzmoqchi emasman. Agar biz bu yegan narsalarimizni pulini qanaqadir ishlab to'lash mumkin bo'lsa, ishlab to'lash kerak. Ya'ni hozir administratsiyaga borib aytmoqchiman. Tipa, bizni pulimiz yo'q, lekin bizga keldik, shu uchun ham bironta ish bering demoqchiman. Lekin agar unaqa desam, bu hozir riski bizani pastga axranaga ulashtirib turib, tipa olib ketib qolish ham mumkin. Shuning uchun ham bu o'rtoqlar bizga juda yomon holatdamiz. Men metda Oybekka xursand, prosta yuribdi. Bilay, men 100 so'z berdim, Oybek oldi, tipa, yonimda pulim bor, o'zim o'tirib ishga ketaveraman deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin-da. Bilet video qoidasi bor. Men 3 kun ko'chada yashaganman, bo'mish shu harakat qilib. Ishlash kerak edi video qoidasi bo'yicha. Shuning uchun ham ancha kayfiyatim yo'q bor-ku. Shunaqa o'rtoqlar biling ham. 3 kun bo'mish yashadim ko'chada. Lekin oxirida kelib, mana shunaqa ko'ngilsiz holat. Lekin xursand bo'lgan joyim ham bor. 3 kun ko'chada bo'mish yasholdim va 3-kunga shu mashinada o'tirman. Unda oxirida baribir so'zimni tutib turolmadim, bilet. Tipa, gapirdim, turmagan menga alam qiladi, bilet. Jigar shu tutib keling. Bilet, seriozmi? Yo, stop. Yoningizdanmi? Yoningizdan pul ishlatish mumkin emas, bilet. Mana yonimdan emas. Tushunishingiz uchun bu 100 dollar aynan shu videoda ishlab topilgan. Biz omonli 20 ming pulni 45 ming so'm qildik o'rtoqlar. Voy, Gambit. Rat? Voy, Gambit aka, kechisiz, mikrofonni ber. Bo'mishli qilib yuribmi? Yo'q. Nimaga menga video? O'zi video omonxon kanaliga videomiz. Omongami? Bo'mishliganda. Chunki bugun omon men bilan birga bo'mishli qilib tak pul ishlab yuribmiz chetda. Bugun bizga kechqurun Hiltonda ovqatlanishimiz kerak, lekin 45 ming so'm ishladi hozir. Hiltonda o'zi necha pul ovqatlanasiz? 560 ming ketsa kerak. Bugun kirasizlarmi o'zi Hiltonga? 45 ming so'm pulimiz bor deyman-ku, ishlab Omon yo'q-a? Omon narida yotdi, mazasi yo'q. Qarang jigar, menda 100. Faqat bitta sharti bor. Omonni qiynab, ani bo'ldi kirolmaymiz, ololmaymiz deganguncha oxirida ani bo'ldi ketdik deydi, o'sha paytda berib olasiz. Brat, abdishim bolalar, jinni bo'lib qoladi omon buni bilsa. Подпискаga, spachishga like kalla qo'yasizlar, все okey. Bilet yo'q, aytib qo'ysangiz bo'lardi. Qattiq namiki qilib. Voy, bilet qolmasdi siz uchun. Shunda stop, 100 dollar bor. Va men gapimni turgan bo'lib chiqaman. Da. Va men shunda o'rtada 72 soat, ya'ni 3 kun ko'chada bo'mishib yasab, ham 100 dollar topib, to'g'rimi? Siz yoningizdan qo'shmadingiz? Yo'q. Men yonimdan qo'shmadim. Demak, buni borib so'radik va bizga berishdi. Demak, bo'mishib topdik. Da. Va biz bu pulni xuddi men video boshlig'iga va'da bergandek, Hilton'ni restoranda ovqatlanamiz. Va men ham o'rtoqlar videoga albatta like bosib qo'yinglar. Lekin bu darajada bo'lish kerak emas-ku. Qanaqasiga bunaqa bo'lish mumkin? Как будто xuddi kino olgandek bo'ldim, chosam. Lekin meni yaqinlarim meni esdan chiqarib qo'ymadi. Videoda ko'rganingizdek, men o'zi hammasi tugadi degan joyimda ular meni bu chuqurdan olib chiqib ketishdi. Va endi qisqacha xulosalarga o'tamiz. Men bu videodan tushungan 3 ta xulosam. Birinchisi, uyga qadar yetish kerak. Da, biz uchun odatiy hol bo'lgan bu uy har kuni bor uxlaymiz, bir payt issiq, bir payt sovuq, bir payt svet o'chadi, yonadi. Gap bunda emas. Siz prosta tushuninglar. Siz o'sha qadrga yetmayotgan uyingiz juda ko'p odamlarning orzusi. Va mana shu 3 kunda men uyga borishni shunday qattiq xohladim, lekin men bora olmadim. Va shuning uchun ham birinchi o'rinda uyni va yaqinlar qadriga yetish. Prosta siz ko'chada bo'mish yoki ko'chada hech kim keraksiz bo'lib yurgan paytingiz, hech kim sizni qorningizni och yoki to'g'riliklari bilan qiziqmaydi. Shuning uchun ham uyga qadriga yetinglar. Va ikkinchi tushungan narsam bu meni obunachalarim. Agar siz videoni xuddi joygacha ko'rgan bo'lsangiz, 100% ko'rdingiz. Birinchi kunda o'zim meni obunachim qanaqa menga yordam berganini va
Video davomida bizga pul bergan odamlarni juda katta foizi meni tanib, meni obunachim bo'lganligi uchun menga yordam berdi. Va shuning uchun ham obunachilarim sizlarga kattakon rahmat. Va uchinchi narsa bu yaqinlar, do'st va yana boshqa kasbdoshlar. Video davomida ko'rganingizdek, bular menga juda katta yordam berishdi. Da, meni ozgina asabim buzib, конечно. Ochib ketishdi. Va shu bilan video o'z yakuniga yetdi. Va mana bu videoni YouTube sizlarga tavsiya qildi. Albatta o'tib ko'ringlar.